Assalomu alaykum, hurmatli qadrli tomoshabinlar. Haqiqatan bugun nihoyatda bir xushallik kun. Bizning badiiy direktorimiz 75 yillik to'yini to'ylayotdi. Ansambl nomidan Murat Abdurayevich sizni uzoq umr, oilaviy baxt ham ijodiy utuqlarni tilaymiz. Endi hammamiz yaxshi bilamiz, Uyg'urlar raqamsiz tushmaydi u. Shunga ansamblda yurib bizning hammamizning raqamimiz bor. Biroq uni men aytmayman hammasini. Biroq Murat to'g'rida har qaysida bir raqam bo'lsa, Muratda 2 raqam. Ya 3 paka. Biroq birini demayman, u otadan qolgan raqam. Ana 2 raqam. U qaysi desanglar, birisi u pil, slon. Nimişki desanlar özü kiçikine oturup şundak cüfle atıdı özüge. Hayran kalsın. İkinci rakam o Lenin. Onu kiçikine boyu küçük boğamını aşağı biz deyimiz bölümlerle uyuşturup geldik o. Şu anda deyimiz bana Lenin geldiler. Ömrü uzak olsun Lenin. Astak tutuyoruz anlayın. Endi navbatdagi naqshimiz biz o'z vaqtida Leningradga berib hech qatim Qozog'istondan konkursga qatnashgan ansambllarning birisiz. Shunga konkursga qatnashib, bu yerda bir diplomat bo'ldik. Shu naqsha Tin Yaga Safar degan Jalol Asimovning naqshasi. Shuni bir tashabbus. Rahmat.